O'zbekiston milliy terma jamoasi va Rimning Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov Markaziy sektor kanaliga intervyu berdi. Shomurodov suhbat chog'ida Abduqodir Husanovning hozirgi holatidan kelib chiqib, unga do'stona maslahat berdi. Endi Abduqodir Husanov haqida biroz gapirishimiz kerak, chunki bir qiziq vaziyatga tushib qoldi va siz bilan bog'liqli jihati bor. Abduqodir hamma joyda e'tirof etilayotgan paytda transferni o'zi bir olam bo'lib ketdi-ku. City bilan Real talashdi. Bunaqa faqat bizda jahonda ham eslolmayman, bir paytda o'zida City bilan Real talashgan futbolchini bilmayman-da. Faqat Bellingham bo'lsa kerak. U ham City borib gaplashib kelgan, Real olgan. O'sha paytda sizni faoliyatingizda bir tushgan payt edi, eslasam. Va birdan bu borgandan keyin 2-3 o'yinda o'ynadi, boshqa qildi. Endi chetdan shunaqa fikrlarni yangradi. Biz ham ozmoz qo'shilgan bo'ldik. Jim turgan Eldor Shomurodov va o'shandan boshlab turib birdaniga hozir shu paytgacha va davomiy bo'lsa yuksalishni boshladi. Shu narsa sizga o'zi insoniy tomondan bir ta'sir qildimi, qilmadimi? Va unga qanaqa qaradingiz chetdan qaraganda? Bari ham yurtingiz, ham terma jamoada ham o'ynaydi, ham sizdan keyingi qaldirg'och baribir. Albatta xursand bo'ldim birinchi navbatda, chunki har doim Yevropa, masalan Romada o'ynagan o'yinlarda, boshqa novlarda o'ynaganda liga, konferensiya o'ynadik. Xohlardim shu narsani. O'zbekistondan ham kimdir Yevropada o'ynasa, 3-4 ta o'yinchi bilan borib bir-biriga to'qnash kelib qolsa, borib ko'rishib, chunki rosa ko'p boshqa legionerlar bor. Yevropada ko'p o'ynaydi boshqa davlatdosh. Borasi o'yindan keyin hali futbolga almashishadi, boshqa bir xillari bitta jamoada o'ynaydi, bir-biriga yordam beradi. Bu nima deydi, o'sha tomonlama xursand bo'ldim, chunki hozir yana ko'paysa, O'zbekistondan xudo xolasa, unga yana ham osonroq bo'ladi-da. O'sha tomonlama xursand bo'ldim rosa. Ikkinchisi bu o'sha Cityga o'tgandan keyin shunaqa vaqtga u to'g'ri kelib qolgani. 3 kundan keyin juda 2 kundan keyin borib, даже o'sha kun o'ynab ketdi shekilli. Chelsea bilan shunday. Chelsea bilan sразу o'sha kun o'ynadi. Bu narsa juda почти sodir bo'lmaydigan hodisada. Juda nodir hodisa, noyob. Chunki bo'laban bu Cityda sodir bo'lib turibdi. O'shaning uchun yana Chelseaga qarshi, katta jamoaga qarshi shunaqa vaziyatga to'g'ri kelib qoldi. Qiyin vaziyatga to'g'ri kelib qoldi. O'shaning uchun undan keyin o'sha boshqa o'yinlarda ham juda hali to'liq kirishmay turib jamoaga. O'shaning uchun sal qiynaldi deb o'ylayman boshida. Lekin shu bitta narsa aniq, u xudo xolasa Yevropaning eng yaxshi защитниклaridan bittasi bo'ladi. Albatta bu o'ziga bog'liq. Birinchi navbatda, agar har doim o'sishga erishadigan bo'lsa, unda potensial juda ham zo'r. O'zi kurashuvchi ham yigit. Albatta. U bekarga City hech qachon 40 million to'lab sotib olmaydi ekan. Yana bitta narsa, nimadir bo'lmagan, o'xshamagan taqdirda ham City o'zi ismini ko'tarib bo'lgan. Boshqa bu boyda top jamoada bemalol o'ynadi. Boya aytdingiz-ku, Eldor, menda bo'lmagan shu narsa 2 yil yo'qotib qo'ydim deb turib. Lekin unda sizni misolingiz bor-da. Mana hozir u yana o'sha qaydnomaga bugun kiritilibdi, bugun o'yini bor, finaldan oldin gaplashyapmiz. Bir muddat qaydnomaga kiritilmadi, maydonga tushmayapti. U ham o'ylayotgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman-da, endi mana hozir nima bo'ladi, nima shunaqa ketib qoldi. U yanada yoshroq. U yana ham yoshroq. Nima, masalan, u nima qilish kerak deb maslahatda, endi nima maslahat bergan? O'rniga kelganda o'ziga ko'p aytib turaman bu narsa haqida. O'sha boya aytgan narsalarim. Endi baribir unda eng hozir keraklisi vaqti bor. Vaqti bor o'rganishga. Juda qayg'urmaslik kerak. Albatta. Yonib ketish kerak emas. Boshqa narsa qilish uchun haqqi bor, chunki uni to'g'irlashga bemalol vaqt yetadi. O'shaning uchun boya Xayrulla akaga aytdim, o'zi himoyachilar. Mayli, gapiraversin. Siz qarshi bo'lmasangiz bo'ldi. Hali endi Italiya erkin mamlakat, yuribdi bola. Himoyachilar ko'p murabbiylarga e'tibor bersangiz, nima deydi? Anasi opti bor himoyachilarga ko'proq shans beradi. Ko'proq shans beradi. O'shaning uchun Abduqodir hali endi 21 ga to'ldi. Faqat o'rganish kerak o'sha yerdagi kuchli himoyachilardan. O'rganib, sekin-sekin albatta tarkibiga kiradi.
Hozir Dembele Cityni almashadigan vaqt keldida tarkibi. Bekordan yosh o'yinchilar sotib olmayapti ular. Bu yil o'ynadi, 3 ta 4 ta o'yin o'ynadi. Bu ham katta bir u uchun saboq bo'ldi deb o'ylayman. Yaxshi, ko'p narsani tushunib olish uchun. O'zi Reis bilan ikkalasi bir paytda keldi-ku. Shu Reis umuman o'ynamaganligi uchun u haqida hech kim hech narsa demayotdi-da. Chunki uniki tabiiy jarayon bo'ldi. Abduqodirga bosim tushib qoldi-da. Ya'ni boshida o'ynab turib, "Men o'zi loyiq ekan." Lansda ham bunaqa bo'lmaganda, Lansda ham yarim yil kutgandi. Ikkalasi как раз Cityni kelajagi, shunaqa. himoyachilar.